Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Men bugun sizlarga butun dunyoga taniqli fors tojik she'riyatining taniqli namoyandasi Umar Xayyom haqida ma'lumot beraman. Umar Xayyom to'liq ism sharifi G'iyosiddin Fath ibn Ibrohim Umar Xayyom Nishopuriy 1048-yilda Nishopurda tavallud topgan. Nishopurda tahsil olib, Balx, Samarqand va boshqa fan o'chog'i markazlarida ta'lim oladi. 1069-yilga yaqin Samarqandda Umar Xayyom algebra va allukabal masalalari yechimi haqida risola yozgan. 1074-yil Isfahondagi yirik rasadxona qurilishiga boshchilik qilgan. 1077-yilda Eviklidning Mushkul farazlari kitobiga sharhini yakunlaydi. 1079-yil hamkasblari bilan birga yangi taqvimni kuchga kiritadi. 11-asrning so'nggi yillari Isfahon hukmdori o'zgaradi va rasadxona yopiladi. Umar Xayyom Makka ziyoratiga yo'l oladi. 1097-yil Xurosonda Umar Xayyom shifokor bo'lib ishlaydi va Forsiyda borliq umumiyligi haqida risola yozadi. Umrining so'nggi 10-15 yilini Umar Xayyom Nishopurda yolg'izlikda, qiyinchiliklarda o'tkazadi. Odamlar bilan kam gaplashadi, ko'proq kitob o'qiydi. Tarixshunoslarning ma'lum qilishicha, umrining so'nggi soatlarida Ibn Sinoning Shifo kitobini o'qigan. Umar Xayyomning ijodi O'rta Osiyo va Eron xalqlari va butun insoniyat madaniyati tarixida ajoyib hodisa bo'lgan. Uning fizika, matematika, astronomiya sohasidagi kitoblari dunyoning ko'plab tillariga tarjima qilingan va muhim tarixiy ahamiyatga egadir. Uning ilon kabi chaquvchi she'rlari hanuz o'zining benihoya sig'imi, qisqaligi, timsolligi, ifoda vositalarining oddiyligi va turlanuvchi ohangi bilan zabt etadi. Umar Xayyom falsafasi uni uyg'onish davrining insonparvarlari bilan yaqinlashtiradi. U jamiyatda hukm surgan tartibni, diniy aqida parastlarni va chegaralarni yomon ko'rgan va nafratlangan. Bularning bari Umar Xayyomning ijodida namoyon bo'lmay iloji yo'q edi. Ammo shoir, shuningdek, real hayotni ham yaxshi ko'rgan. Uning nomukammalligiga qarshilik ko'rsatgan va mavjud axloq va din chegaralariga qaramay, uning har bir lahzasidan zavqlanish kerakligiga chorlagan. Umar Xayyom ruboiylari o'rta asrlar sharq she'riyatining mumtozi bo'lib, bugungi kunda ham o'ziga dono so'zlar ixlosmandlarini tortadi. Umar Xayyom butun dunyoga taniqli fors tojik she'riyatining taniqli namoyandasi, olim, matematik, astronom, shoir va faylasuf. Umar Xayyomning ijodi O'rta Osiyo va Eron xalqlari va butun insoniyat madaniyati tarixida ajoyib hodisa bo'lgan. Uning fizika, matematika, astronomiya sohasidagi kashfiyotlari dunyoning ko'plab tillariga tarjima qilingan bo'lib, muhim tarixiy ahamiyat kasb etadi.